Hocam mana ko'rsating uka, nemislarimiz o'zimiz ham yaxshi ko'radigan bolalar bular. Mana Hurmatli do'stlar, ko'rsating. Germaniyada nemislar mana shu rangda yaxshi ko'rar ekan. Shunaqa mollar bo'lsa bergisi kelmaydi ekanda. Biz beraveramiz uka. Biz hech ham qiziqolmaymiz. Dumalasa bo'ldi. Ha, oldiga yumalasa bo'ldi. Hurmatli do'stlar, qaranglar. Xudo xolasa, avvalo xudo mollar yetuk bo'g'oz. Bir hafta 10 kunligi bor. Ishqibozlari bo'lsa ikkalasini bir joyda olib maza qilib boqaman degan akalarimiz bo'lsa ko'ringlar akalar. Ikkalasi ham pirvoznoy mollar. Fatima Zuhra desa ham bo'laveradi, lekin bitta onadan tug'ilmagan bular. Yo'q, bitta onadan tug'ilgan. Ishqibozlarga sotiladi. Mana shu mollar akalar. Jupiga olib, mol qilaman, sutidan foydalanaman degan akalarimizga Alloh qodir qilgancha bir 50 ta sut mo'ljallab turibdi jupidan. Lekin qaytaring. Boqsa, balkim bundan ziyoda berar, balkim 40 ta berar. Ishqibozlari bo'lsa sotiladi shu mollar. Farg'ona viloyati Qo'shtepa Boltako'lda. 97 819 66 55 91 672 1206. To'liq video YouTube'da Abrorus kanalida. Lashni bosamiz Abrorjon. Aka, havas qilganga 10 tadan bo'lsin. Eng kami 10 tadan. Eng kami